bemordan so'rab surishtiriladi. Kasallikning boshlanishi qachon, qanchadan beri, qaysi klinik belgilar qiynab kelyapti. Bugun biz gematomalarga tashxis qo'yish, ya'ni ularni qanday qilib diagnostika qilish haqida gaplashamiz. Boshqa kasalliklar singari gematomalarda ham asosiy va qo'shimcha tekshirish usullaridan foydalaniladi. Asosiy tekshiruv usullariga subyektiv va obyektiv tekshiruv usullari kirsa, qo'shimcha tekshirish usullariga esa laborator tekshiruv usullari, instrumental tekshiruv usullari va tor mutaxassislar ko'rigi kiradi. Obyektiv tekshiruv usullariga bemorlarning shikoyatini eshitish va ulardan anamnez yig'ish kirsa, obyektiv tekshiruv usullariga esa organlar sistemasi bo'yicha tekshirish va organlar sistemasi holatini baholash. Qo'shimcha tekshirish usullariga esa laborator tekshirishlar. Bularning hammasini biz bemordagi holatga ko'ra tekshirish usullarini, tekshirish rejasini tuzamiz va gematomalarga tashxis qo'yamiz. Biz aytib o'tganimizdek, gematomalarni tashxislashdagi birinchi qadam bo'ladi bemorlardan yoki ularning qarindoshlaridan shikoyatlarini eshitish. Biz yuqorida aytib o'tgan klinik belgilarning qaysi birlari ushbu bemorda mavjudligini aniqlashimiz kerak. Undan tashqari anamnez yig'amiz. Anamnez degani bemordan so'rab surishtiriladi. Kasallikning boshlanishi qachon, qanchadan beri, qaysi klinik belgilar qiynab kelyapti, shu haqida gaplashamiz. Va undan tashqari obyektiv tekshiruv usullarini o'tkazamiz. Bemorda klinik belgilarning qaysilari uning organizmida namoyon bo'lgan ekanligini tekshirishimiz kerak. Undan keyin biz taxminiy tashxis qo'yib olganimizdan keyin gematoma haqida instrumental tekshirish usullariga o'tamiz. Bu qo'shimcha tekshirish usullari hisoblanadi. Qo'shimcha tekshirish usullari bizga tashxisni aniqlashga yordam beruvchi usullar hisoblanadi. Gematomalarda o'tkaziladigan eng asosiy tekshirish usuli bu multispiral kompyuter tomografiya tekshirish usuli hisoblanadi. Bosh miyani MCKT, ya'ni multispiral kompyuter tomografiya tekshiruvidan o'tkazganimizda gematomaning joylashgan joyi, lokalizatsiyasi va uning xususiyatlarini, uning hajmini, uning zichligini, holatini aniq ko'rishimiz mumkin bo'ladi.